Hurmatli qadri baland qadrdon mijozlarimiz, mana ishlarimiz otish jarayonlari bo'lyapti. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, mana bizga shunday xizmatlar bor. Mana ishlarimiz, mana xohlasalar otib ko'rsataman. Kimga shunday ish kerak? Mana bizda bor-da shu ishdan. Keyin hozir yana bir anani yo'lga qo'yganmiz. Xizmatni o'sha xizmatda uyni noldan betondan boshlab tomigacha qilib beramiz. Ustalarimiz bor, 50 kishi bilan olib borib beramiz. Mashinlarimiz bor. Zil, kamaz, havo desa havoga qanday xizmat kerak bo'lsa, hamma xizmatimiz bor. Shu qurilish sohasiga. Qurilish sohasida 20 yildan beri, shu 20 yillik stajim bor. 20 yildan beri ishlayman shu sohaga. Shundan kelib chiqib